Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Bugun sizlar bilan biokimyo fanidan navbatdagi savol sitrat sikli. Sitrat sikli yoki boshqacha nom bilan biz uni Krebs sikli deyishimiz mumkin. Nomlari juda ham ko'p. Krebs sikli bo'lishi mumkin, trikarbon kislota sikli bo'lishi mumkin. Undan tashqari limon kislota sikli hamda sitrat sikli. Savolda aynan sitrat sikli deyilibdi. Boshqa savollarda Krebs siklini deb so'rashi mumkin. Shunga chalg'imay hammasi bitta sikl hisoblanadi. Endi bizda karbohidratlar, ya'ni uglevodlar, lipidlar hamda protein, ya'ni oqsillarimiz hammasi energiya berish uchun asil-CoA hosil qiladi-da. Asil-CoA Krebs sikliga kirib, mana bu yerda ko'ryapsiz. NADH-larni hosil qilyapti, FADH hamda NADH. Undan tashqari ATF. Aynan NADH hamda FADHlar keyin elektron transport zanjiriga borib bizga energiya beradi. Bu qanday amalga oshadi, shuni ko'rib chiqamiz. Qisqacha va tushunarli gapirishga harakat qilaman. Bizda asil-CoA hosil bo'ldi. Oksalasetat bilan reaksiyaga kirishib, sitrat sintazi fermentasiyasida sitratni hosil qiladi. Bu birinchi reaksiya bo'ldi. Endi ikkinchi reaksiyaga o'tamiz. Ikkinchi reaksiya sitrat akonitaza fermentasiyasida izositratni hosil qildi. Bizda bu yerda akonitaza ketdimi? Endi uchinchi reaksiya izositratdan alfa ketta glutarat moddasi hosil bo'ladi. Izositrat dehidrogenaza fermentasiyasida aynan mana bu yerda NADH+ kirib NADH ni hosil qilyapti. Xo'p, alfa ketta glutarat moddasi bizda alfa ketta glutarat dehidrogenaza fermentasiyasida suksinil CoA ni hosil qiladi. Bu yerda yana bitta NADH chiqqanini ko'ryapsiz. Endi suksinil CoA suksinat hosil qiladi. Aynan suksinat tiokinaza fermentasiyasida bu yerda GTF chiqyapti. Bu GTF bitta ATF hosil qiladi. Bitta GTF degani bitta ATF degani desak ham bo'ladi. Endi suksinat hosil bo'ldi. Suksinat dehidrogenaza fermentasiyasida fumaratni hosil qildi. Bu yerda endi FAT+dan FATH2 hosil bo'lyapti. Bu ham elektronga boy manba hisoblanadi. Endi bizda fumarat hosil bo'ldimi? Fumaraza fermentasiyasida malatni hosil qiladi. Mana shu malatimiz endi malat dehidrogenaza fermentasiyasida yana oksalasetatni hosil qiladi-da. Oksalasetat endi qaytib keldi va bu yerda uglevod, yog' hamda oqsillarimizni parchalanishdan hosil bo'lgan asil-CoA bilan yana qo'shilib, shu jarayon sikl ko'rinishida ketadi. Mana bu yerda yozishimiz kerak edi. Bu 4-reaksiya, mana bu 5-reaksiya, bu 6-reaksiya, bu 7-reaksiya, mana bu oxirgisi 8-reaksiya, ya'ni oksalasetat hosil bo'lishi. O'rtoqlar, shu mana bu NADH hamda FADHlar. Endi bitta asil-CoA Krebs sikliga kirsa qancha ATF berish, shuni ham ko'rib qo'yaylik. Qo'shimcha savol sifatida berishi mumkin. Xo'p, bizda hosil bo'lyapti mana bu yerda bitta NADH, ikkita NADH. Xo'p, ikkita NADH, ya'ni bu yerda mana bu yerda 3-NADHimiz hosil bo'ldi. Demak, 3ta NADH. 3ta NADH desak, bizda bitta FADH hosil bo'ldi. FADH. Bitta FADH. Undan tashqari bitta GTF. Hosil bo'lyapti. Endi bizda elektron transport zanjirida bundan oldingi savolda bor edi. O'sha bundan oldingi savolni ko'rgan bo'lsangiz agar bir rivojdan buni ham tushunasiz. Bitta NADHdan 3 ta ATF hosil bo'lardi. Bizda 3 ta NADH hosil bo'ldi-da. Bundan 9 ta ATF hosil bo'ladi. Bitta FADHdan 2 ta. Buni ham tushuntirganman. Endi bizda bitta hosil bo'lyapti, 2 ta. Bu yerda bitta GTF degani bitta ATF dedim. Bitta ATF. Umumiy qo'shib chiqsak har birini, xo'p, 9 2 11 12 ta. 12 ta ATF berar ekan bitta asil-CoA Krebs sikliga kirsa. Ya'ni 12 ta ATF hosil bo'ldi bizda. O'rtoqlar, mana shu jarayon. Bu asli juda ham katta mavzu. Yarim soatlik video dars tayyorlaganman biokimyo darslarida. Endi bu oraliq savol bo'lgani uchun shuni gapirib bersangiz ham o'zi yetarli. Inshaalloh mana shu yetarli bo'ladi.